Assalomu alaykum. Hozirda biz mijozlarimizni ishlayotgan faoliyatimizda loyiha qilayotganimizda ulardan ko'plab savollar keladi. Uy quyoshga qarab turgani ma'qulmi yo quyoshga teskari turgani ma'qulmi degan savol. Meni fikrimcha, quyoshga qarab turgan uy albatta yaxshi bo'ladi. Iloji boricha shamolga teskari qaratish kerak. Bizda loyihani qilinayotgan jarayonda u narsaga e'tibor beriladi, lekin endi boyagi odamni uchastkasi qanday turishiga bog'liqda endi. Uni yerini qanaqa joyda, bir xillardagi uglovoy joylarda joylashgan bo'ladi uchastkalar, bir xil joylari baland joylarda joylashgan bo'ladi. Ariqlarning oldida bo'lishi mumkin. Misol, ariqning oldida joylashgan uylarda уже bu yerda pagodasi boshqachada. Prirodasi, boyagi ob-havosi boshqacha bo'ladi. Qishda yerda sovuqroq bo'ladi. Bir xil odamlar qurayotgan uylarda, misol, zich joylashgan mahallalarda bo'ladi. Uni quyoshga ham qaratib bo'lmaydi uni. Ili uni boshqacha, uni ko'chasi shunday joylashgan. Odamlarning uylari bir xillarda uylar hovlisi kichkina joyga biz kompaktni qilib berishimiz kerak edi. Birinchi navbatda biz joyiga qaraymiz. Qanday ishlasak bo'ladi deb. Texnika kirishi bor yoqqa qanday bo'ladi?